İkinci qism derslik HTML element tuqumi. HTML elementleri deganimiz boshlanish xat kuchi bilan oxirlash xat kuchi bo'lgan barliq kodni ko'rsatadi. Masalan, mana misaldagi boshlanish xat kuchi bilan oxirlash xat kuchi. HTML elementining grammatikasi. HTML elementi boshlanish xat kuchi bilan boshlanib, oxirlash xat kuchida oxirlashadi. Ya'ni B bilan boshlanib, B da oxirlashadi. Element mazmuni boshlanish va oxirlash xat kuchlarining oralig'idagi mazmunni ko'rsatadi. Mana ikkisiniki o'ttirisiga yozilgan mazmun element mazmuni hisoblanadi. Ba'zi elementlarning qiymati quruq qiymat bo'lsin bo'laverdi. Masalan, BR ning qiymati quruq qiymat. Elementlarni singdirib ishlatishga bo'ladi. Masalan, ma'qul holatda singdirib ishlatishga bo'ladi. Ko'plagan elementlarning xarakteri qiymati bo'ldi. Keyingi qismda darsligimizda so'zlaymiz xarakter haqidagi mazmunlarni. Shunday HTML elementlaridan bir qancha amaliy misol. Mana misol qaraydigan bo'lsak, buningda P abzas buyruqi body HTML hujjatininki asosiy mazmun qismi HTML deganimiz HTML hujjatiga aniqlanib bergan buyruq. Andan keyin BR deganimiz qurtashlash buyruqi, ma A deganimiz ulanish. Bayam kodniki unumini ko'rsak, ma'qulat ko'rindi. Diqqat qilish tegishli bir qancha nuqta. Mav qurtashlash buyruqi BR ning o'rniga amal ba ma'qul buyruqni ishlatamiz. Andan keyin P buyruqini ishlatgan vaqtimizda cho'qim buniki ma oxirlash buyruqini unutib qolmay yozamiz. Ma'qul holatda yozsaqmi ba'zi tor ko'rgishlarda toniverdi. Andan keyin diqqat qilish tegishli HTML da cho'ng kichik harfninki mazmuni o'xshash. Ma P ning o'rniga cho'ng harf yozsaqmi yoki ma body ning o'rniga cho'ng body yozsaqmi va yoki aralash yozsaqmi buniki qiymati o'xshash. Amal ba kichik yozishga odatlanamiz.